Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli tomoshabinlar. Mana bu do'kon Mishalka, ovozdan eshitib turibsizlar. Bunaqa shovqinmas. 220 sekundda ishlayotgan Misli motor, Mishalka 3 kilovatlik motor bo'ladi. Endi bilarim ham bor. Mana ishlashlarini ko'rib turibsizlar. Endi orqali ishlaydi. Ko'pchilar bilan turib, hisoblar holatida ko'rsatadi. Bemalol foydalanish mumkin. Hozir o'chirib qo'yamiz. San'at brend ostida chiqyapti. Bunda o'sha joylari bor. Bu asli ko'taraman deydigan odamga juda hayto og'ir. Buni siljitish ham muammo mana. Bu juda qiyin. Kimdirda belang yo'q qolishi ham mumkin. Hozir mana shunday holatda shuni olishdi. Shu ko'tarib bemalol u yerdan bu yerga bemalol foydalanish mumkin. Bemalol bizga xalaqit bermaydi, foydalanaveradi. Bemalol shunday qilib ishladi. Xo'p, ishlarni ham ko'rsatib berasiz. Buni apparat ishlarni o'zing. 3 ta mishalkaning ichida to'sqichlari bor, yaxshi aralashish uchun. Stenkalari ham qalin stenkalardan ishlatilgan, mana metal stenkalari. Ramalarga e'tibor beraman, ramalar ham faqat ramadan foydalangan. Kubasiga 0.30 kuba. Mana bahorga yaqinlashyapmiz, qurilish sezonlari boshlanadi. Ko'pchilik beton qo'yaman deydi, sisma qo'yaman deydi va hokazo. Bemalol murojaat qilishlaring uchun uydan chiqish narxlari 3,900 ming so'm. Bemalol kelaversa manzilim Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Cho'lbiston qishlog'i. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.